Do'stlar, bugun 23-iyul bizni Komps xususiy klinikamizda yangilik, ya'ni ilk bor mana tarakoskopik operatsiyalar boshlandi. Bu operatsiyalarda hammasini mana viloyat ko'krak qafasi jarrohi Chingiz Ismatullayevich bilan amalga oshirilyapti. Hozirgi amaliyotimiz Ismatullayevich, sizga navbat. O'ng o'pka yuqori bo'lagi bronxogen kistasi. Bronxogen kistasini yiringlashi asorati yiringlashi bilan plevral bo'shliqqa yorilish asoratlari bilan mana tarakoskopik kistektomiya amaliyoti bajarilyapti. Xuddi shu amaliyotda mana ko'rsatamiz. Xuddi shu amaliyot mana. Mana ochilgan yo'q, mana ko'krak qafasi kesilgan yo'q, ochilgan yo'q. Mana agar shu apparatlar bo'lmaganda mana shunaqasiga katta kesma qilib ochilardi shu amaliyotni bajarish uchun. Endi amaliyotning davomini ko'rsatasiz. Monitorga chiroyli qilib ketdik-a? Hop, mana shu yerdamiz. Mana olib tashladik. Ya'ni kistani laparoskopda qirqib kesib olib tashladik. Mana shu mana kistani qobig'i qo'limda turibdi.